Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi fasadning zinamiz ham bitdi. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Zinamizni qisqacha obzor qilib o'tadigan bo'lsak, joyimizni umumiy balandligi 1,45 sm bo'lib, 14,5 ga 30 sm dan 9 dona stupenka tushgan. Tepada plyachatka qilib berganmiz. Bu yerda hozir deraza bor. Keyinchalik bu derazani olib tashlab eshik o'rnatishadi. Zinamiz o'ta ideal holatda chiqdi. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Bu tomonda ham xuddi shu zinadan bor. Buni ham razmerlari bu tomonniki bilan bir xil. 14,5-30 sm dan bu tomonga ham 9 dona stupenka tushgan. Bu yoqda xuddi shunaqa plyachatkamiz bor. O'rtasi plyachatka qilib berganmiz. Plyachatkamiz oldi tomonini aylantirib berganmiz. Chiroyli chiqishi uchun ko'rib baho berishingiz mumkin. Plyachatkamiz noli, hovlining nolidan 14,5 sm yuqori bo'ladi. Plyachatkaga chiqib, ikki tomonga bemalol chiqib ketish mumkin. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, kelishilgan holatda ishlaringni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Bitta like bosib ketishni esdan chiqarmaymiz.